Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, Chefbook loyihasining aziz farzandi opa-singillari, sizlar bilan yana shirin diydor qadar ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz va bizning ushbu mazali oshxonamizda yana ajoyib mehmonlarimiz. Har doim biz bilasiz blogerlarni taklif etamiz va umuman olganda san'atkorlarni, hamma soha vakillarini taklif etishga harakat qilamiz. Bugungi mehmonimiz estradamizning xushovoz xonandasi va ham biznes yo'nalishida ham o'zini faoliyatlarini yuritadigan 2 nafar farzandni mehribon onasi desak adashmaymiz. Marhamat, o'zi ham kulib turibdi. Ruxshona, keling. Bu kutilmagan holat. O'zbekistonda bitta manda edi, Ruxshonada ham bor ekan. Jiddiy joylarga borib qolsamchi, uyalganimdan qo'limni yechib kiraman. O'zi qanaqa onasiz farzandlaringizga? Bolalarimdan so'rash kerak. Bu tovuqli chupa-chups. Qani, cho'pi yo'q-ku. Endi ko'rasiz. Siz javobgar bo'lib turing shunga. Siz ovqat pishirasiz, men javobgarman. Sizlar ko'rsatuvga bekor chaqirdinglar meni. Chefbook loyihasida xonanda Ruxshonadan chupa-chupsli taom. Yoqimli ishtaha. Zo'r. Efir tugasin keyin yurma, hozir hamma qarab turibdi. Keliningiz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib bazanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chefbook, mazali retseptlar mana shu yerda. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Qalaysiz? Zo'r. Tuzimsiz? Xudoga shukr, o'zingiz Yaxshi. Ko'rganimdan xursandman. Men ham. Mana shunaqa ko'rsatuvlarga taklif etmasak, dugonam bilan hech ham ko'rishishga vaqtimiz yo'q, chunki har doim ish bilan band, qanaqadir ofisda ishlaydimi? O'zingizchi? Manammi? Ishxonasida tutib olaman buni To'y faqat. xizmatlarga boradi, yana bir nimalar ko'rsatuvlari bor. Qanaqa ko'rsatuv edi? Qanaqa ko'rsatuvda? Asosan bolachalar bilan. Ha, bolachalar bilan ko'rsatuvlarda faol edi, ha? Edimi? Ha, yo'q, hozir ham. Hozir ham qalpar. Va ko'pincha to'y xizmatlarida ko'rishib turamiz. To'g'ri. Qalay ketyapti ijodlar? Juda ham zo'r. Bugun Yangi klip. Yangi klip, ha, yangi klip, albatta, yangi klip. Shahzoda Muhammedova o'z hissalarini qo'shgan klip, chunki ulardan libos oldim. Ana. Va qanaqa yo'nalishda u? Yangicha yo'nalishda, endi hozir zamon bilan hamnafas bo'lgan holda, asosan shu internet tarmoqlarida chiqariladigan klip. Zamonaviy, endi ko'rsanglar o'zingizlar baho berasizlar. Albatta. Endi san tipa biznesmensan, qizlarni o'rab Malibuda yurasan, minimum расходda, лёгкий расходda, какой joylarga borib olib. Ну давай, bye 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 bye, давай bye bye bye, давай bye bye bye. Demak, Ruxshona san'atda juda ham faol, ishda faol, oshxonada qanaqa ekanligini hozir guvohi bo'lasiz va sinovdan o'tkazamiz. O'zi qanaqa onasiz? Farzandlaringizga. Bolalarimdan so'rash kerak. Ona qanaqa? Ovqatlab pishirib berasizmi bolaringizga? G'amxo'rmisiz yoki uyda nyanya bor, ya'ni enaga qaraydilarmi ovqatlab Enagamiz pishirish? yo'q, bizda buvimiz qaraydilar, onamlar qaraydilar, lekin bolalar bilan imkon darajasida birgalikda ovqat pishirishga harakat qilamiz. Sizniki katta-katta-da. Katta-katta 8-9 yosh, shuning uchun o'zligi bemalol mustaqil oshxonaga kirib, xohlagan taomini bugun bunaqa pishiraylik, bugun bunaqa pishiraylik deb o'zligi ham bemalol tayyorlashadi. Barakalla. Demak, bugun Ruxshonadan ajoyib retseptni tomosha qilasiz, yozib olinglar, chunki bu eksklyuziv bo'lishi aniq. Nimalar kerak bo'ladi va nomi nima? Bugun shaxsan o'zimning bolalarimni yaxshi ko'radigan taomi bu tovuqli chupa-chups. Chupa-chups? Chupa-chups. Qani, cho'pi yo'q-ku. Endi ko'rasiz. Tovuq oyoqchalaridan chupa-chups yasash. Ha, tushundim. Mayli, tomosha qilamiz o'rtoqlar. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tovuq, kartoshka, chesnok, tuz, paprika, mayonez, asal va soya. Lekin men bu pishloqni xuddi multik Tom and Jerry degan topib kelibsiz. Buni siz uchun olib keldim. Nimaga? Siz ham ovqat pishiring, bola bor. Nimadir pishirib, va? Mana varenikilar bor, chuchvaralar bor mana. Bu ikkalasi ham menga. Bu sizni ovqatingizga daxldor emas Yo'q, ikkalasi ham. yo'q. Aha, tushunarli. Mabodo Ilhomim kelsa. Ha, ilhomingiz Ha, kelsa, okey. ozgina kesib berishingiz mumkin. Bo'ldi. O'zim semiz. Tushunarli. Men qizalog'im uchun tayyorlab beradigan kichkinagina, osongina retseptni ko'rsatmoqchi Lekin edim. zo'r, lekin mazali. Juda ham mazali. Siz ham farzandlaringizga tayyorlab bersangiz 100% yoqadi va maza qilishadi. Ayniqsa ovqat qilishga eringan vaqtlaringizda. Musa brendi bizning ko'rsatuvimizning bosh homiysi hisoblanadi. O'ylaymanki, sizning ham xonadoningizga bu mahsulot kirib keladi va sizni o'ng qo'lingizga aylanadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Tovuqi. Mana bu joyini kesib olamiz. Men esa kartoshkani artaman. Siz esa kartoshkani artasiz. Okey.
pichog'imiz ham juda o'tkir ekan. Marhamat, dodamiz davrlaridagi pichoq. Nima gaplar gapiraman, voy odamlarga. Cho'la tomosha qilishadi. Yo'q, hazillashdik. Biz o'zi shunaqa hazilkashmiz. Chunki Shahzo bilan burjimiz bir, chexolimizni ham bir Usti qilgan. bir. Telefonimizdan ustida Mickey Mouse'lik. Ko'rsatib qo'ya qolayman. Mana Shunaqa. Mickey Mouse'lik. Menda ham mana. Qarasam, Mana biz ham didimiz bir xilmikin? burjimiz bir bo'lgandan Qarang, tavba qildim. Bu kutilmagan holat. O'zbekistonda bitta manda edi, Ruxshonada ham bor ekan. Demak, sen ich-ichingdan multfilm ekansan. Ha, Men ham multfilm ekanman-da, qara. filmmiz. Jiddiy odam emas ekanmiz. Iloji yo'q unaqasi. Jiddiy joylarga borib qolsamchi, uyalganimdan chexolimni yechib kiraman. Nima deyman? Noto'g'ri qochmasin deyman-da. Chexolimni yechaman, lekin oddiy chexol ham qilib qo'yish kerak ekan. Qulay bo'ladi. Joylarga ham shunaqa chexolda kiraveramiz. Kabutardek charxurib, kabutardek charxurib, sevgi uchar dunyoda. Kabutardek charxurib, kabutardek charxurib, sevgi uchar dunyoda. Bubbles. Xullas, mana bunaqa ajratib olamiz, mana. Suyagini. Shumida chupa-chups. Shu cho'pa-cho'p. Sizlar To'qli ko'rsatuvga, chupa-chups desam, men hozir sizlar ko'rsatuvga bekor chaqirdinglar meni. Biz hozir Shahzo bilan faqat kulamiz. chupa-chups cho'p tiqib bir nima fantaziya qilib, o'shada ham qilar ekan, ruxshondimmi? Mana shedevr ku bu ham Shahzo. Tavba qildim. O'zimi buni ajratish? Nomini o'zingiz qo'ygan bo'lsangiz kerak. Yo'q, o'z nom shunaqa. Ha, yo'q. Ha, kimdir qo'ygan, men o'zlashtirib olganman. Yaxshi, yaxshi. Nima gaplar yana? Ishlarda, ijodlarda. Yuribmiz. Bolalaringiz katta bo'lyaptimi? Ha, bolalar katta bo'lyapti hozir. Xo'sh. Necha yosh bo'lishdi o'g'lingiz, qizingiz O'g'lim hozirda? 8 ga to'ldi. Yaqinda qizim 9 ga to'ladi, xudo xolisi. Ancha katta qilib qo'yibsiz-a bolalarni. Qilib oldik, xudo Barakalla. Mana vaqt o'tib ketyapti, Ruxshona ham kattagina ayol bo'lib qolibdilar, hol. Kallali. Qo'ydi de hozir. O'zi men bilan teng. Qanaqa teng? Ha. Siz ukam tengisiz, 94-yilsiz, Oypari? Ana, katta 91-yilman. To'g'risini meni xotin deyapti bu. Endichi hozirchi bolasiga qarab bundoq o'ylanadigan davr keldi. Shahzo bizni xotin. Mani bolam 4 yosh hozir, kichkina. Men kichkina qizman. Ha, yo'q. Demak, men hozir 3-sinfman, men kichirayar ekanman. Yo'q, birinchi bolasiga qarab aniqlanadi. Ha, shunaqa. Kech erga tegandan emas-a bu. Yo'q. Unga qarabman. Shunaqa hisoblaylik. Oilamiz jiddiy, juda jiddiy. Dadam, oyim, akam, ukam, opam yaxshi xayrlashaylik. O'zi shunaqa shekilli, avval sovchi kelar shekilli. Karnay, surnay, navora yor, urf-odatimiz shunaqa shekilli. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lol qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. Chunki o'g'ling bilan qizingni mendan birinchi bo'lib uylantirasan-ku, baribir erga berib. Ha, Birinchi qudalik. Ha, birinchi quda bo'lasan. Bo'pti, mayli. Shu uchun. Sizlar gapiring. Bo'lasiz. Zo'rg'a sizlarimiz bir-birimizdan to'g'ri tushunasizlar. Chunki hayotda bir-birimizni tanisiramiz. Lekin ekran orqali sizligimiz. Aha. Buni qanaqa shaklda to'g'rashim kerak? Buni xohlagan shaklingizda to'g'ravering. Buni qovuramizmi, qaynatamizmi? Yo'q, buni duxovkaga solamiz, tovuq bilan qo'shib. Katta-katta qilib. Ha, juda katta emas, ana ichi ham pishsin, bechara. O'rtacha shaklda. Siz o'zidan gapiring. Prezident bilan ko'rishib keldik. Ha, Hammani havasini keltirib. Havas keldimi? Ha, hammani havasi keldi. Nimalar bo'ldi o'zi? Qanaqa bo'ldi shu jarayon? Juda ham zo'r. U yerda milliy brend tadbirkorlari bor-ku, bizning O'zbekistonning tadbirkorlari, ya'ni chet elga ko'pincha o'zini milliy mahsulotimizni targ'ib qilayotgan tadbirkorlarni chaqirishib shular orasida men ham bor ekanman, qara. Hayron qoldim. Men ham demak O'zbekistonning nomini yuqorilarga chiqarayotgan dizayner ekanman. Iya, assalomu alaykum. Chetma-chet. Ana. Podium, pakazma-pakaz yuradigan odam Odam o'ziga bilmas ekanda, baribir.
taklif qilishdi, bordim. Suratga tusha olmadim. Afsuski, endi keyingi safar xudo xolasa hurmatli prezidentimiz bilan suratga tushish vaqtiga qilsin. muyassar bo'lamiz birgalikda degan Xudo umiddamiz. xohlasin, Majlisda ishtirok etdik, nutq so'zladilar. Tadbirkorlar uchun yangiliklar, juda ham ko'p islohotlar amalga oshiribdilar, yangi qarorlar. Men bilgan mashhur brendlarning rahbarlarini ko'zim bilan ko'rdim. Har doim bizni kundalik hayotda ishlatib yuradigan brendlarimiz, yeb yurgan, iste'mol qilib yurgan brendlarimizni rahbarlarini ko'rdim. Hammasi o'zimizga o'xshagan oddiy odamlar ekanlar, o'xshan. Qurilishda bor, oziq-ovqatda, Har xil demak, soha kiyim, vakillari. hamma soha vakillari. Gap. Zo'r bo'ldi. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Nukus ko'rdik. Nukus rivojlanishi uchun prezidentimiz juda ham katta kuch sarflabdilar, harakatdalar. Hamma tadbirkorlar Nukusga ko'proq e'tibor bersin, Nukusdan filial ochinglar degan qaror berdilar. Hamma xudo xolasa albatta harakat qilamiz deyishdi. Musa brendi bizning ko'rsatuvimizning bosh homiysi hisoblanadi. O'ylaymanki, sizning ham xonadoningizga bu mahsulot kirib keladi va sizni o'ng qo'lingizga aylanadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Hozir 3 xil sous tayyorlaymiz. Mana Nega sizga 3 xil? Marhamat, chesnok. Nima qilaman? Bak qo'lingizdan chesnok hidi kelsin. Ha. 3 xil chunki kartoshkaga boshqa sous ishlatamiz, tovuqqa boshqa sous ishlatamiz. Tovuq ozgina pishgandan keyin yana ustidan boshqa sous. Bu tez bo'lmas ekanda. Ya, U tez bolali bo'ladi. odamga tez bo'ladigan deb aytdingiz. Tez bo'ladi bu. Tez. Qachonda 3 ta sous qilaman endi Ruxshonani bu chup-chup ovqatini tayyorlayman deb uyda. Ikkita bolali odamga bo'lmas ekan bu. Juda bo'ladi, juda. Mayonezga paprika aralashtirdik. Tuz soldik. Va eng kerakli asal solamiz. Asal. Qo'sh asal edi. Kimdan o'rgangansiz bu retseptni? Internetdan? Internet tarmoqlarimiz bor bo'lsinki, ovqat pishirish bilmaydigan qizlar ham hozir cho'tka ovqat pishiryapti. Ovqat pishirish kurslariga borish ham shart emas. Yo'q, shart emas. Hozir YouTube bor vaqtimizga. O'zim mana ovqat pishirish qayerdan o'rgangansiz? Manmi? Ha. Endi onam o'zi o'rgatganlar o'zi boshida. Dodamdan ham o'rganganman. Keyin bixipayt o'zim fantaziyam o'zim pishiraveraman. Lekin internetga kam qarayman. Chunki unaqa allambalo ovqatlarni tayyorlashga vaqt Bilaman, yo'q. Shahzoga yozsanglar, ertasi kun javob beradi. Bilaman. Bunga mayonez kerak. Bunga mayonez kerak, bu kartoshkaniki. Bunga hozir kartoshka aralashtiramiz. Bu siz to'ragan chesnok bu yoqqa solsangiz, Xo'p bo'ladi, keyinchi. bunga ham asal sovoramiz. Ikkalasiga asal ekan. Ha, chunki kartoshkaning sousi alohida. Tuz ham qo'shiladimi? Tuz albatta qo'shiladi. Asal bilan tuz chiqishadimi? Zo'r chiqadi. Siz nima desiz? Chiqishadimi? Endi bunga soya aralashtirib olsangiz, Qancha qo'shay? Ko'p qo'shib olsamchi? hech narsa qilmaydi ko'p qo'shsangiz. Babu. Men qarab turingiz. Qo'shiring, bemalol. Mahalla uchun. Stop. Yo'q, yana. Tovuq solamizda, tovuq Ha, aralashtirib. ha. Ketyapti mana. Ha, bemalol. Soling. Ha, qo'rqmang. Ey. Bexijal. Ha. Bo'ldi. Rais. Xayriyat. Bo'ldi. Aha. Bir piyola demizmi? Bir piyola soldim. Endi Endi aralashtirib olsangiz, Xo'p. Bo'ldi shu bilan. ha, shu bilan tovuq ustiga. Tuz qo'shmaymanmi? Yo'q, tuz qo'shmaysiz, chunki soya o'zi sal sho'rroq bo'ladi. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chefbook pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Endi falgani olamiz. Nimaga chupa-chups degan savolingizga javob. Ha, o'xshatishga harakat qilyapsiz. Ha, yo'q, shunaqa. Buni soyaga hozir ozgina solib qo'ydik. Endi mana shu oyoqchalarini o'rab qo'yamiz. Ha, Ushlab yeyishga oson bo'ladi. zo'r ekan. Bayramona ko'rinish bo'lar ekan-a? Ha. Zo'r. Keyin buni bundoq qilib qo'yamiz. Hozir sousga botirmaymizmi? Yo'q, keyin sousga botiramiz. Siz kartoshka bilan mana bu mayonezli Aralashtirib turing. aralashtirib tursangiz, Xo'p bo'ladi. sovoramiz.
hammasini sovuray. Ha, to'g'ri. Mana Ruxshonadan bilmagan retseptlarimni o'rganyapman. Uyda tayyorlayman o'zim alohida. Zo'r. Sizdan bir jonli ijroda qo'shiq so'rasam. O'sha yoshligingizdagi ovozingiz hali ham Bu mani bilmayman, 55 yoshli kampir qilib qo'yapti o'rtoqlar. desam. Albatta hozir. Qaysi qo'shiqingizni yaxshi ko'rasiz o'zingiz? Manmi? Ijro etishga. Chet el qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiq? Qani? Qani bir boshlaylik. Bir maza qilaylik. Nima ashulak bering? Nima? Ayting, zakaz. O'zi oxirgi vaqtda faqat aktrisa, bloger, qiziqchi, ya'ni so'z ustalari kelishyapti-da. Bir qo'shiq eshitmayapmiz hech bir san'atkorlardan bir tayinli. Siz bo'ldingiz mana o'sha bugun. Qaysi ashulak bering? Xohlagangiz bir eshitaylik bo'lmasa. O'zingizga yoqqan. Every night in my dreams I see you, I feel you. Uxlaydigan shular aytma. Uxlaydigan shu zerikarli ekan bu. Nima ayting? Ayting, birga aytinglar. O'zingiz repertuaringizdan. O'zimnikini ayting. Boshqa ashulak aytaylik. Biladigan ani aytaylik, duet Qaysi qilaylik. qo'shiq? Bola bo'lib, hech bo'lmasa shu yerda. Ruxshonaxon, sizni eng yaxshi ko'rgan san'atkoringiz o'zi kim? O'zbek estradasida. Sevar Nazarxon. Bo'ldi ana, Sevara Nazarxon. Nasiba Abdullayeva. Hamma Ana qo'shiqlar baxt aytadi. deylik. Boshqa. Baxt o'zi nimadir, men bila olmadim. Sevgi nima ekanini tushuna olmadim. Ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chiday olmadim. bu dunyo sig'magay ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Bu dunyo sig'magay ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Shunda mening boshim yetib osmonga, dilni anduhlardan ozod qilurman. Aldanib qolmasdan yomonlarga, qanday yashashni o'zim bilurman. Ana duetni bombasi bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri ham hayron bo'lib qarab turishdi bizga. Nima qilyapti ikkalasi? Ajoyib sizlar qarab turishdi. Endi buni duxovkaga solamiz va kutamiz. Ozgina pishgandan keyin ikkinchi sousimiz, mana paprika solgan sousimizni tovuqlarning ustidan surib chiqamiz. Nima qilasiz shunaqa 2 soat ikkita partiya qilib, bittada solib, bittada Yo'q, qilib qo'ysa bo'lmaydi. bo'lmaydimi? Shunaqa 2-3ta etaplarni yoqtirmayman-da. Yo'q, bu tez bo'ladi. Mayli, ko'ramiz tez. 5 minut. Tez bo'ladi. Hozir 1 soatga olib kelyapti-da. Ketdi. Mana azizlar, juda ham chiroyli taom bo'ldi, eksklyuziv. Yodimga tushdi, buni restoranlarda yegan ekanman. To men gapirgunimgacha mana skоворodka ham o't yonib ketdi-da. Ruxshonaxon mana bir chekkaga oldilar. Siz javobgar bo'lib turing shunga. Ha. Chunki uzoq gapiraman. Siz ovqat pishirasiz, men javobgarman. Yordam berib turdim Ha, sizga. Demak, bunga bizga kerak bo'ladigan eng asosiy mahsulot bu bizning ko'rsatuvimizni bosh homiysi Musa kompaniyasining varenikilari. Ochamiz. Xolisanglar chuchvara ham sovursanglar bo'ladi. Ha, o'zim ham uyda chuchvara ham qilaman, vareniki ham qilaveraman. Ungacha men sariyog' toptiraman, chunki skоворodkamiz qizib turibdi. Voy, mazasi shunaqa zo'r bo'ladi endi o'rtoqlar. Yog' solmaymiz. Sariyog'ni o'ziga hozir mana shu vareniki shundoq qizarib qovurilishi kerak. Har tarafi qizil rangda bo'lishi kerak, qorayib ketmasin. Qizargandan keyin biz smetana solamiz. Smetana solib, 1 stakan suv solib, ustidan sirlarni qirg'ichdan chiqargan holda keyin shuni dimlab qo'ysak, vah dahshat bo'ladi. Marhamat, vah. Ungacha men pishloqni qirg'ichdan chiqarib turaman.
Saryog'imiz qorayib ketmasdan tez solishimiz kerak. Ruxshonaxon, sizga taklif bildiraman. Muzqaymoqlarimizdan oling. Juda ham mazali mana. Men bolalarim yaxshi ko'radi shu muzqaymoq. Ha, Musa kompaniyasidan. Mana hidlari. Qalay yetib boryaptimi sizlarga hidlari? Mana shu sariyog'ga nimadir ovqat qilinsa bo'ladi, 7 mahallaga boradi ular, bilasanmi? Shularni 2 xilini solyapmiz, aziz do'stlar. Operatorlarimiz rahmi keldi menga, Shahzoda. Xayriyat. Katta qirg'ich berishdi va nihoyat. Oradan yillar o'tdi, yarmini qirban bo'ldim. Endi burisi juda katta ekan. Yo'q, mayli, bu yaxshi, govdek emas. Uyda ko'pincha bolajonlarimga men olmalarni, mevalarni ham qirg'ichdan chiqarib yoniga qo'yib qo'yaman. Yemayman desa ham keyin yeb qo'yadi. Shunaqa holat bo'ladimi? Bo'ladi. Hamma bolalarda. Yemayman dedi, lekin yeydi. Hamma bolalarda bo'ladi. Ko'pincha yana nimani tayyorlab berasiz bolalaringizga? Tez pishiradigan. Endi hozir ko'p bolalarimiz asosan zararli ovqatlar o'rganib qolishganda. Ha. Shuning uchun zararli ovqatlardan yiroq bo'lgan holda aytganingizdek meva sabzavotlarni kesib berib, qanaqadir o'zimiz uyda pechenyelar tayyorlab, keyin sosiska в testilar bor biz bolaligimizda rosa yerdik. Shunaqalarni tayyorlab. Shu asosan hozir bolalar shunaqa narsalarni yeyishadi. Tez va oson. To'g'ri. Haqiqatdan. Masalan, pizza tayyorlasa ham, uyda tayyorlasa ham boshqacha. Gapirmang. Menimcha shuncha pishlar yetadi. Ruxshonaxon, bir stakan suv berib olasizmi? Bo'ldi. Hozir. Iltimos. Marhamat. Pishloqimiz ham mana tayyor. Ana endi biz pishloqlarimizni ustiga solib chiqamiz. Birpas qaynadi. Ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning "Vau!" degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling. Siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Tovuqlarni ustiga mana bu sousimizni surib olamiz. Va yana duxovkaga jo'natamiz. Oddiy mehmonlar kelsa o'rtoqlar, tortiq qilsa ham zo'r narsa ekan. Kartoshkaga tegmaydi? Yo'q. Kartoshka uzun sousi bor. Rumiyani surib chiqdingiz, makiyajni oxiriga tapiladi. Ha. Endi buni 15 daqiqaga duxovkaga qo'yib qo'yamiz. Marhamat. Ruxshonaxonning ovqatlari mana tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib tortiq qilyaptilar. Men unga qadar desertim bor. Shu desertimni ham o'zimcha ixtiro qildim. Buning uchun bizga Musa kompaniyasining tayyor blinchiklari kerak bo'ladi. Bu blinchik ichida o'zi shundoqqina tvorog bilan tayyorlangan pishgan blinchik bor. Shuni ochamiz. Mana shunaqa yarim tayyor mahsulotlar biz san'atkorlarga qolaversa juda ham ko'p asosiy vaqtini biznesda, umuman ish faoliyatida olib boradigan ayollarga ayni muddao, ko'p farzandi borlarga va dodasi, buvisi bor insonlarga juda ham zo'rda baribir. Shundoqqina olasiz, ochasiz, yeysiz mana. To'g'risini aytsam, bunisi umuman o'tib ketibdi o'rtoqlar. Pishirish ham kerak emas-da, mana qarang, o'zi pishgan. Dahshat. Hozir buni ustiga muzqaymoq solamiz. Juda ham zo'r uyg'unlik bo'ladi.
Ro'shanaxon suzib bo'ldilar ovqatni, men esa hozir mana bu muzqaymoq idishimni, ya'ni oladigan idishimni suvga botirib oldim. Yaxshi botirilgan. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, bolajonlar uchun maxsus bizning menyumiz tayyor bo'ldi. Ro'shanani bolalari bilan endi meni bolalarim yetishmayapti shu yerda. To'g'ri. Mazza qilib yeb berishadi. Bay. 3 xil sousdan tayyorlangan ovqat tatib ko'ryapmiz. To'g'ri. Chupa-chupsin. Kartoshka ham zo'r bo'lar ekan, ha? Sousi. Zo'r-ku. Po'st emasin. Buni albatta tayyorlab ko'rib, keyin o'zingizlar baho bermasanglar, o'rtoqlar, tasavvur qila olmaysizlar. Juda ham mazali Ro'shana. Juda zo'r. Xo'sh bo'lsin. Efir tugasin keyin yirman, hozir hamma qarab turibdi. Yegim keldi mana, shundan ham bilsanglar bo'ladi. Takroran qo'limga oldimmi, demak juda mazali. Bu menimcha hamma bolalarning sevimli Men har taomi. doim yeyaveraman, charchab qolganman-da. Qani mana buni tatib ko'raylikchi. Mazzami? Yaxshi ketdim. Bo'ldi deydi. Bolalarim nimaga yaxshi ko'rishini endi bildim. Yaxshi ekan. Anjiri zo'r qilib qo'ymadim qaynab gulini. Juda zo'r, o'zim maqtab qo'ydim. O'zingni o'zing maqtamasang hozirgi zamonda hech kim maqtab gapirmaydi. Tomoshabinlar, sizlar ham bizani maqtanglar, iltimos YouTube'larga yaxshi gaplar yozinglar. Negativ yozmanglar faqat. Ha, chunki biz yaxshi qizmiz. Bunday dumaloq chizib qo'ysanglar tepada. Omma qilaylik. Farishtalik. Azizlar, sizlarga ham bizning bugungi retseptimiz manzur bo'lgan bo'lsa, albatta oila davrasida farzandlaringiz bilan birgalikda tayyorlab ko'ring. Farzandlaringizga juda ham yoqadi. Biz bunga kafolat beramiz, chunki tadqiqotlardan o'tgan. To'g'ri. Sinalgan. Sinalgan albatta. Mana shunday mazali, eksklyuziv va noodatiy bo'lgan ajoyib taomlarni siz faqatgina bizning sevimli Chef Book loyihamizni oshxonasida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bizning bugungi mehmonimiz Ruxshonaxonga tashakkurimizni bildirib qolamiz. Rahmat kattakon. Rahmat kelganingiz uchun juda ham xursand bo'ldik Ruxshonaxon. Yaxshi bo'ldi. Sog' bo'ling. Ijodlaringizga omad tilaymiz. Bir-birimizni baxtimizga sog' bo'ling. To'g'ri aytasiz. Mehmonga keling. Bir-birimiznikiga borib turaylik. Bo'ldi. Sog' bo'linglar o'rtoqlar. Sizlar bilan yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar deb qolamiz. Azizlar, Chef Book loyihasida birinchi marta bizda Oxanjamo kelin-poshsha futbloger ishtirok etyaptilar. Asorti sho'rva qilamiz, ananasli salat qilamiz va uchinchisiga desert. Odatda biz eng ko'pi 2 tagina retsept taqdim eta olamiz. 3 tani ulguradilarmi, yo'qmi? Kelinglar birgalikda ko'ramiz. Qirolicham, ya'ni qaynona oyijonim, qo'llari juda ham shirin. Unda men ham ertadan boshlab qaynonamni qirolicham deb chaqiraman. Uyda ham qirolicham deb chaqirasizmi? Siz urishsalar ham, har xil holat bo'lsa ham, qirolicham bolalarga qarab turing deysizmi? Yo'q narsadan ham, 2-3 ta narsadan ham ajoyib bir yengilliklar yaratishga qiziqaman. Hozirgi salatimiz eksklyuziv bo'ladi. Ananasli salat tayyorlaymiz. Ananas postini bizga hozir salatnitsa o'rnida ishlatamiz. Voy, zo'r ekan. Tangam ekansiz-da siz. Yoshligimda tangam ko'p ko'rganman. Yaqinda Burak O'zbekistonga kelib restoran ochayotgan ekan va biz ko'rsatuvimizga taklif qilmoqchimiz. Ushbu eksklyuziv salatimizni retseptini siz Chef Book loyihasi orqali bilib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa PPda yurgan ayol qizlarimiz uchun bu juda ham foydali salat. PP nima degani o'zi, shuni aytib qo'ying. PP to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish. Chef Book video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles.